Assalomu alaykum hammaga. Biza Bog'ot tumani kommunadamiz. Bu yerda ham shu 300 kvadrat kiradigan 4 kitobli kotyolimizni yakkalab o'rnatib berdik. Отоплениясini ham hamma material o'zlarimizdan bo'ldi. Uyimiz полный подача обратка sistemada bo'lgan. 60 gradus bo'lib turibdi kotyolimiz. Kotyolimiz yonib turibdi. İçine bir çeyrek kömür sağlamız, azırak odun bilen. Bu kotyolumuzda untadan başka hamma narsa yanadı. Tepe, iri kömür, odun. Kömürün untasını kere uçatıp kuydursa yeteveradi. Nasoslarını ham koyup samachok sistemada işletip koyupmiz. Morumuz 5 metr, 127'lik bo'ldi. Подача обраткamiz 32 aralash. 60 gradusga vardı, yoqaverganimizda bir 15 minut bo'ldi. Siz ko'rib borasizlar, Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.